Assalomu alaykum Uyg'ur radiosining aziz anglovchilari. Kitob anglitish sahifamizda Islom va ayol huzuringizlarda. Abdori Bayraktar Bayrakli. Tadbiriyai nashriyati. Ovozda Xadicha Uyg'ur. 21-qism. 3. Urug' tuqqanlarning haq-huquqi. Qur'on urug' tuqqanlarchilik munosabatiga alohida ahamiyat berilgan bo'lib, bu munosabatning jonliq qizg'in tutilishini tashabbus qilib qolmay, yana tuqqanlarchilik huquqini haq-huquq hukmi doirasiga kirgizib, bu haq-huquqning universalligini ko'rsatib bergan. Chunki tuqqanlarchilik huquqi asos qilingan prinsiplar oydinlashganda, bu haq-huquqning ijtimoiy huquqning o'zini tashkil qilganligi ma'lum bo'ladi. Bu haq-huquqlarni tuvandagidek mavzular bilan izohlashga bo'ladi. 1. Iqtisodiy asos. Iqtisodiy hamkorlikda tuqqanlar birinchi o'rin turadigan bo'lib, Qur'on buni tuqqanlarning haqqi deb ataydi. Tuqqanga, miskinga, ibni sabil, yo'lda qolgan kishiga tegishlik haqqini bergin. Behuda buzib chechib isrof qilmagin. Isro surasi 26-oyat. Bu oyatda tuqqanlarning haqqi, yo'qsullarning haqqi va yo'lda qolganlarning haqqidan iborat 3 xil haq-huquq tilga ilingan. Diqqat bilan nazar tashlaganimizda, bu oyatda tuqqanlarning haqqining birinchi o'rin qo'yilganligini ko'ramiz. Bu yerda hamma odam o'z ishining oldini supursa, dunyo pokiz bo'ladi degan hikmat esimizga keladi. Ya'ni, agar hamma odam kambag'al tuqqanlarga ko'ngil bo'lsa, dunyoda kambag'al qolmaydi. Shunga insonlar o'z yaqinlarining, ya'ni tuqqanlarining noli faryodi, azob oqibatlari va ochliqiga quloq solishga sal qaramaslik lozim. Odatda kishilar o'z tuqqanlariga yordam qilmaydi. Ammo o'zini ko'rsatish uchun boshqalarga pulni ayamay xashlab, ota-onasi va tuqqanlarini ochliqqa, muhtojlikqa va chorsizlikka tashlab qo'ydi. Hammaga qodir Alloh bundaq beparvolikning bo'lganligini bilganligi uchun tuqqanlarning haqqini birinchi o'rin qo'ygan. Albatta, tuqqanlarning haqqi deyilganda kishining aqliga keldigini iqtisodiy yordam bo'lishi kerak. Alloh Baqara surasining 177-oyatida yaxshi deb atalgan qimmatning qurilmasini bayon qilganda, mazkur qimmat qarashning asoslaridan birining tuqqanlarga yordam qilish ekanligini ko'rsatib o'tgan. Tuqqanlarning noli faryodini anglagan qalblar, uzatgan yordam berguvchi qo'llar, yaxshilik uchun o'zdirilgan qo'l bo'lib hisoblandi. Biz o'zaro yordamlash orqali yaxshilik deb atalgan bu universal qimmatni ma'niga ega qila olamiz. Shunga kambag'al tuqqanlarga ko'ngil bo'lmaydiganlar kishilik huquqning bir shexiga daxl taruz qilgan bo'ladi. Yiroqdagi yo'qsillarning holidan xabar olgan kishilar jannatni yiroqdan ko'rdiganlar bo'lib, yaqin tuqqanlarga yordam qildiganlar jannatning o'rtasidan o'rin olg'uvchilar hisoblanadi. 2. Mehr muhabbat rishti. Tuqqanlarchilik haqqining yana bir asosi bo'lsa, mehr muhabbat rishtini saqlab qolishdir. Agar huquq hokimiyat qulunlarga o'ssa, yer yuzida buzuqchilik qilib tuqqanlarchilik munosabatini izlamsizlar, Muhammad surasi 22-oyat. Bu oyatda Alloh siyosatning qanday yurgizilishidan umid qildiganligini va jamiyatdagi ba'zi kishilarga siyosiy huquq baxsh etganda nimalarni asos qildiganligini ko'rsatib berish bilan birga tuqqanlarchilik munosabatini uzishga uringan siyosatning sog'lom siyosat bo'lmaydiganligini qayd qilib o'tgan. Chunki tuqqanlarchilik munosabati tug'maqan munosabati bo'lib, bu munosabatlarni uzishga urinish haqiqatga, ya'ni tabiiy qonuniyatga zid harakat qilganlik bo'ladi. Bu sababdan mazkur oyatda to'g'ri yo'ldan ayrilib qolgan siyosatning to'g'ri siyosat bo'lmaydiganligini ta'kidlagan. Tuqqanlarchilik rishti mehr muhabbat bilan yashnaydi. Shundaqla uning bilan o'z mavjudligini davomlashtirdi. Undaqda tuqqanlarchilik munosabatining asosiy bo'lgan mehr muhabbat o'zini qanday namoyon qiladi? Biz bu savolga tuvandagi oyat bilan javob bera olamiz. Ular, ya'ni tafakkur qilgan aqlga ega musulmonlar, Alloh ulashga buyurgan amrni bajarib keltirdi. Allohdan qo'rqidi, Allohning qattiq hisob elishidan qo'rqidi. Ra'id surasi 21-oyat. Allah ulashqa buyurgan shaylarning ichida sili rahim eng oldin qo'rinqtirdi. Boshqacha aytganda, bu yaqin tuqqanlarni yo'qlash, ularning hol ahvolidan xabar olish va ularga ko'ngil bo'lishni ko'rsatdi. Chunki tuqqanlarga bo'lgan mehri muhabbatni faqat mushu usul bilan ifodalagan bo'ladi. Albatta, tuqqanlarga ko'ngil bo'lish faqat ularning ishidagi kambag'allarning holidan xabar olish bilan cheklanib qolmaydi. Sababi, ularning ba'zilari ba'zida bir eg'i salomga, qanday ahvoling degan bug'doy nonga muhtoj bo'lib qoladi. Turmush halakchiligi hammaylarni oldiga silib olgan dunyoyimizda mehr muhabbat bilan oziqlangan tuqqanlarchilik rishtini favqulodda sal qarilib, ishiklari biror qatim qiqilmaydigan tuqqanlarni bir eg'i salom muhtoj holga keltirib qo'ydi. Shundaq turuqliq ajdodlar qadrlagan bu qimmat qarashlarga sal qaraydigan bugungi insoniyat nimaga asosan o'zini madaniyatlik deb da'vo qila oladi? Siz o'tmishdagi qaloqni tanqid qilsangiz, nurg'un foydasiz uchurlarni tashlab etsangiz bo'ladi, ammo ajdodlarning qandarchilik rishtini saqlaydigan mehr muhabbatga to'lgan qalbini ko'rmasga
sala olamsiz? Ular qadrlaydigan sili rahimni dafn qilib o'talamsiz? Ajaba sili rahim ajdodlardan bizga miros qolgan qimmat qarashlarning eng muhim emasmi? Şoňa mehr muhabbatga tayinıgan ve onundan ozuqlanıgan tuqqandaçlıq rishtini üzüp taşlaydigan jamiyatlar özleri medeniyetlik dep da'vo qilolmaydi. Biz mehr muhabbat rishti bolgan tuqqandaçlıq haqqining mavjud bulup turishidin kelgusidagi insoniyat gullarini yig'imiz. 4. Yo'qsullarning haqqi. Qur'on o'tirib qo'ygan kishilik huquq ichida yana yo'qsullarning haq huquqimi bor. Kishilar har xil sabablar tufaylidan nomrod bo'lib qilishi mumkin albatta. Bu sabablar ularning talishi, shundaqda talishning sirtidagi omillardan tarkib tepishi mumkin. Birinchi, boy bo'lish yoki nomrodlik iqtisodiy hayotning tabiatida mavjud. Bu haqda Alloh mundaq deydi: Rabbingning rahmatini ular taqsim qilib beramdi. Biz ularning fani dunyodagi rizqini ularning orasida taqsim qildik. Ularning ba'zisini ishqa solsin deb ba'zisining darajasini ba'zisini ustun qildik. Rabbingning rahmati ularning to'plagan narsalari, ya'ni pul mollaridan yaxshidir. Zuhruf surasi 32-oyat. Oyatdagi rahmat hukmi tirikchilikni qamdaydigan ne'mat ma'nosini bildirdi. Rizqning manbasi Alloh bo'lib, banda tirikchilik qilish orqali uni rizq xazinasidan elish uchun tirishdi. Agar hamma odam o'xshash iqtisodiy qimmatga ega bo'lsa, ish qiladigan ishchilarni topqil bo'lmaydi. Ba'zi kishilarning boy bo'lmasligi ularni emgak qilishga majbur qiladi. Imkoniyatning yor bermasligi ehtiyojni paydo qiladi. Ehtiyoj bo'lsa ishlashni taqozo qiladi. Alloh xizmat sohasining kam bo'lsa bo'lmaydigan şartlarını belgileyen bulup, eğer iqtisadi farq bo'lmasa, ishqa o'rilishish fursati bo'lmagan bo'ladi. İkinci, baraverlik bendining irodasiga bog'liq. Iqtisodiy ne'mat nuqtasini aytganda, Alloh kishilarning o'rtasidagi farqlarning bo'lishining ularning ish, xizmat hayotida ishqa o'rilishish fursati yaratadiganligini bildirish bilan birga, yana bir oyatda iqtisodiy farqning ekspluatatsiya va zulmga aylanib qolmasligining yo'llarini ko'rsatib bergan. Allah sizlarning ba'zilaringlardan rizqda ustun qildi. Rizqda ustun qilinganlar rizqda baravar bo'lish uchun o'zlarining rizqini qo'l ostidagilarga bermaydi. Acaba ular Allohning ne'matini inkor qilishamdi? Nahl surasi 71-oyat. İqtisodiy hayotdagi ish haqqi hukmi bu oyatda o'tirib qo'yilgan bo'lib, odam ishlatuvchi xo'jayinlar yoki organlar ishchi xizmatchilarning ish emgak haqqini loyiqda berish kerak. İş haqqi berilganda ondan yolg'uvchi bilan ishchi o'tirsa barobarlik shakllanadi. Emgak tanarqi emgakchining turmushini qamdayalaydigan saviyada bo'lishi kerak. Undaq bo'lmaydi ekan Allohning ne'matiga shukr qilganlik bo'lmaydi. Chunki Alloh o'zaro moslashish, muhtojlik bo'lsin uchun farqni men paydo qildim, ammo bu farq emgakni ekspluatatsiya qilishga aylanib qolmasligi kerak deydi. Haq hukumiga hürmet qilish tangpo'liqni o'rnatadi. Bu hurmatni yolg'uvchining vijdoniga tashlab qo'yish to'g'ri bo'lmag'achqa din va qonun borliqqa kelgan. 3. İşlamaydigan yo'qsullarning haqqi. İşçi xizmatchilarning ish emgak haqqi bor bo'lib, bu haq badal cho'qim berilishi ado qilinishi kerak. Ammo ishlamaydigan kishilarning nomrodligi sababidan o'tirg'i chiqqan haqqi bor. Ularning pul mollarida muhtojlarning va kambag'allarning haqqi bor. Roziyat surasi 19-oyat. Ular mollaridan tilaydigan piqirga va tilmaydigan piqirga muayyan haq berdi. Ma'arij surasi 24-25-oyatlar. Har xil sabablar tufayli nomrodlikqa petib qolgan kishilar bo'lishi mumkin. Ularning turmushini qamdash, rizqi keng qilinganlarning zimmasiga ortilgan bo'lib, ularning tirikchiligiga yordam qilish mo'min uchun tanlash emas, balki majburiyatdir. Allohning bu masalada to'xtalishidan mazkur majburiyatning muhimligi va zarurligini ko'rilishga bo'ladi. Hammaga qodir Alloh kambag'allarning haqqini berishni vojib deb qabul qilgan va ularga yor yo'lak bo'lgan kishilarni oliyjanob xislatga ega kishilar sifatida tanishtirgan. Ularni fazilatli bo'lishning ulgisi sifatida bizga ko'rsatib bergan. Bu orqali Qur'on nomrodlarning haqqini din va qonun jihatdan tangshigan. Chunki nomrodlarga tegishli haqqini berish ibodat bo'lib qolmasdan, balki qonuniy majburiyat hisoblanadi. 4. İqtisodiy eshinchi qimmat boylarning qo'lidagi kuchga aylanib qolmasligi kerak. Hashir surasining 7-oyatida Alloh iqtisodiy eshinchi qimmatning qanday taqsimlanganligini ko'rsatib bergan bo'lib, bu eshinchi iqtisodiy qimmatni Allohga, payg'ambarga, tuqqanlarga, yetimlarga, muhtojlarga, yo'lda qolganlarga berish kerak. Bu taqsimotning nima uchun bunday usullar ilib berilganligining javobi mundaq berilgan. Bu eshinchi qimmat faqat oranglardagi boylar orasida aylanib turgan kuchga aylanib qolmasligi uchundir. Hashir surasi 7-oyat.
Əmgək qılmaydigan və namrat bo'lib qolganlarning haqqi hukmi Qur'onda 1400 necha yil ilgari insoniyatga sunilgan intayin muhim va hal qilg'uch hukm hisoblanadi. Namratlarga yor yo'lak bo'lib, ularga yordam qilishni zarur deb qaragan shaxs va jamiyatlarga ilohiy rahim shafqat, ihson va rahmat yog'adi. 5. Tashkillanish huquqi. Tashkillanish huquqi ijtimoiy haq-huquqlarning ichida eng oldingi qatorda o'rin oladi. Qur'on Karim o'xshash bir kasb, o'xshash g'oya va o'xshash e'tiqodga ega kishilarga ijtimoiy tartibga ziyon yetkazmagan asosda insoniyatga foydali bo'lish maqsadida shakllanish huquqini bergan. Qur'on bir tashkilotning ziyonli bo'lmasligi uchun qaysi asosiy qiymatlarni o'ziga prinsip qilishi kerakligini bayon qilish bilan birga bu qiymat qarashlarini zarur deb qaraydi va bu haqda tuandagidek oyat bor. Taqvodorlik va yaxshilikda hamkorlashinglar. Gunoh va zulm dushmanlashishga yordamlashmanglar. Maida surasi 2-oyat. Oyat tashabbus qilgan va rad qilgan qimmat qarashlar tuandikicha. 1. Ijobiy qimmat va yaxshi ishlar. Bu oyat oldi bilan bir tashkilotning qaysi qimmat qarashni asos qilish kerakligini yo'ritib berdi. 1. Taqvo. Taqvo hukmi saqlanish va hazar aylash ma'nosini bildirdi. Taqvo ma'naviy va ijtimoiy hayotning immunitet sistemasini ko'rsatadi. Biz biologiyalik qurilmamizni mikroblardan qo'g'daydigan sistemani immunitet sistemasi deb ataymiz. Kishining ichki dunyosini salbiy ta'sirlardan qo'g'daydigan sistema, ya'ni ma'naviy immunitet sistemasi taqvo deb ataladi. Undaqda ijtimoiy turmushni salbiy ta'sirlardan qo'g'daydigan ijtimoiy tashkilotlarmi taqvo deb atalamdi? Biz ijtimoiy tashkilot deb ataydigan tashkillanishni ijtimoiy turmushda immunitet sistemasini barpo qilib, uni ziyonli va axloqsiz tashkilotlardan muhofazat qilish kerak. Tashkilot ijtimoiy turmushni buzish uchun emas, balki uni qo'g'dash uchun xizmat qilish kerak. Tashkillanish faoliyati aqsab qolgan va o'z rolini joriy qildirmagan ijtimoiy turmushning bir qismini aktiv holga keltirish uchun bo'lishi kerak. İctimai hayatni tashkil qilguvchi hujayralarning mavjud bo'lib turishiga kafolatlik qiladigan bu tashkillanish jamiyatning ijobiy qimmat qarashini qo'g'dash va taraqqiy qildirish rolini o'ynashi kerak. 2. Yaxshilik. Bu oyatda hammaga qodir Alloh yaxshilikni angliq va ijobiy qimmat sifatida tilga olgan. Tashkillanish, jamoatlashish yaxshilikni maqsad qilgan holda bo'lishi kerak. Ijtimoiy turmushning qo'g'duvchisi bo'lgan taqvoning ozuqligi yaxshilik bo'lib, yaxshilikni rivojlantirish, umumlashtirish va saqlab qolish g'oyasi uchun qurilgan tashkilotni haq huqumiga kirgizishga bo'ladi. Yaxshilik universal qimmat bo'lg'achqa, uning qurilmasida nisbiylik mavjud. Boshqacha qilib aytganda, yaxshilikni darhol tasvirlab bera olmaymiz. Nimaning yaxshi ekanligini bir qilibda deyishim mumkin emas. Yaxshilik hujayrasidagi ideya va harakatlar ijtimoiy turmushning gavdalik ehtiyojiga asosan o'xshamasligi mumkin. Ammo hammasini o'z ichiga olgan umumiy tadbirni berishga bo'ladi. Shaxs va insoniyatga foydali bo'lgan hamma narsa yaxshilik hukmi doirasiga kiradi. Shunga yaxshilik bir tashkilotga, shaxsga, jamiyatga va insoniyatga naf yetkazadigan bir narsani maqsad qilgan va uni amaliy harakatga aylantirgan nisbatda haqqa aylandi. Hammaga qodir Allohning munosabatlik oyatda yaxshilikni birinchi o'ringa, taqvodorlikni ikkinchi o'ringa qo'yishi nihoyat muhim. Chunki yaxshilik bo'lmagan yerda taqvolikdan eg'iz ichish mumkin emas. Jamiyatda yaxshilik umumlashgan sari ijtimoiy immunitet sistemasi bo'lgan taqvomu o'zini namoyon qiladi. 2. Salbiy harakat va tuyg'ular. Allah bir tashkilotning qaysi asosga qurilganligini bildirib qolmasdan, yana qaysi his, tuyg'u va harakatni asos qilishga bo'lmaydiganligini bayon qilgan. 1. Gunoh. Bir tashkilot jinoyat va gunoh sodir qilish uchun qurilmaydi. Oyatdagi ism hukmi diniy ma'noda gunoh, lug'at ma'noda jinoyatni bildirdi. Allohning nazarida gunoh qonun oldida jinoyat hisoblanadigan asosni chiqish qilib tashkilot qurg'ili bo'lmaganidek, bundaq tashkilot haq to'g'ri bo'lish salohiyatiga erisha olmaydi. Shaxs va jamiyatga ziyon soladigan va xalqaro munosabatlarga ziyon yetkazadigan har qanday tashkilot haq yo'lliq bo'la olmaydi. Tashkillanish, jamoatlashish deb atalgan ijtimoiy huquqni suiiste'mol qilishni to'g'ri tushunish mumkin emas. 1400 necha yil ilgari hammaga qodir Alloh jinoyat paydo qilgan va gunoh sodir qilgan tashkilot qurishga bo'lmaydiganligini insoniyatga bildirgan edi. Kishilar gunoh atrofiga yig'ilsa bo'lmaydi hamda bunda qilmaslik kerak, chunki uyushish huquqidan qalaymaqon foydalanish zulm hisoblanadi. 2. Dushmanlik. Dushmanlik bir xil his tuyg'u bo'lib, ikkilamchi hissiyot bo'lish sifati bilan zo'ravonlik tuyg'usini maydonga kelgan. Jamiyatga dushmanlik urug'ini chechish va tashkilotlar orasida dushmanlik tuyg'usini paydo qilish uchun tashkilot qurilmaydi. Jamiyatni tutib turadigan va uning mavjud bo'lib turishiga kafolatlik qiladigan ijtimoiy organlar har qanday bir tashkilotning buzg'unchilik va oxirlashtirish hujumiga nishon bo'lmasligi kerak.
Har qandaq tashkilot bundaq faoliyatlar uchun tashkillanish huquqidan foydalanganligini bahona qilib ko'rsatilmaydi. Chunki yuqorida tarjimasi berilgan oyat gunoh va dushmanlik haqida hamkorlikning bo'lmaydiganligini ro'shan ko'rsatib berdi. Bir jamiyatda qonun, ma'arif, armiya va partiya apparatlari hamisha yaxshilik, go'zallik va haqiqatni targ'ib qilishi kerak. Ularning orasida adovat urug'ini terish to'g'ri bo'lmaydi. Chunki u apparatlar demokratik hayot uchun zarur. Jamiyatda tabriqchilik, buzg'unchilik va adovat tuyg'usini tarqitish orqali kurash qiladigan tashkilotni qurishga bo'lmaydi. Faqat jaholat qorong'uligida jon talashayotgan kishilarla bu xil tashkilotni qura oladi. Yashash uchun cho'qim o'ldirish kerak degan qarash bir tashkilotning qurilish asosi bo'la olmaydi. Jamiyatga go'zal axloq va oliyjanoblik ilib kelish uchun ilib berilgan faoliyatlarla tashkillanish huquqiga erisha oladi. Oyatdagi yaxshilik hukmi gunohning, taqvo bo'lsa dushmanlikning zidi bo'lib, ijtimoiy baxtga erishishning yo'li yaxshi va taqvo deb atalgan immuniy sistemasi ustiga qurilgan ijtimoiy apparatlarga tutishidi. Gunoh va dushmanlikni asos qilgan tashkilotlar insoniyatga azob ham musibatdan boshqa bir narsa ilib kelolmaydi. Aziz radio anglovchi do'stlar, bu qitimliq kitob o'qishimiz mushada oyoqlashdi. Kelar qitimliq ko'rishayli, xayr xo'sh, Alloh omonat.